Farg'ona vodiysi otlari bilan mashhur bo'lgan ekan. Otlar bilan mashhur. Eng zo'r chopadigan otlar, eng tez otlar o'sha paytda 5-6 asrlarda Farg'onada bo'lgan ekan. Mashallah. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz suhbatdosh, sizga qanday xizmat ko'rsatishim mumkin? Mashallah. Zo'rmi? Вообще. Bozor. Ipak yo'li rivojlangan payt ekan. Hamma ipakchilik bilan shug'ullangan paytlar. Temuriy malikalarning liboslari. Rekonstruksiyadan o'tgan. Yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekistonni birgalikda quramiz. Har bitta yashikchada Sportsmenlar sportsmenlar bor ekan. Chetki medallar. Tasavvur qilasizlar, albatta qancha